Do'stlar, hozirgina mana shu mashinani yutib oldik. Bu bir klientimiz uchun. Polностью uslugalari bilan, dastavkalari bilan Vladivostokka $12.850 chiqyapti. 2020-yil 12-oy 5 mestali 22 Hyundai Santa Fe do'stlar. Biz hozir auksionda yuribmiz. Bu bizning уже birinchi mashinamiz, Ochratdagi birinchi mashinamiz. Lekin yana 3 ta mashinamiz bor. 3 ta mashina tugaguncha biz shu yerda. Biz hozir soat примерно 2:30 bo'ldi. Kechqurun soat 5 gacha o'ynaladi. 1057 ta mashina. Auksiondan mana bunaqangi Santa Fe'ni Ilyos aka bilmadim, qaysidir klientga ko'rib turibdilar. Nima ekan Ilyos aka? Faqat detallar radnoyda, lekin probegi 319 ming probegda. Voh. Tojikistonga olaman deyapti. Lekin yaxshi komplektatsiya ekan? Maksimalka. Maksimalka. Mana marhamat do'stlar.